Assalomu alaykum. Bu mening birinchi videorolikim. Hozir sizlarga egizaklar burji haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Egizaklar burjida tug'ilgan insonlar doimo ikki xarakterli bo'lishadi. Ular juda oz vaqt ichida katta o'zgarishlar qilib yuborishlari mumkin. Masalan, birdaniga ish joylarini o'zgartirishi, boshqa uyga ko'chib o'tishi yoki juda oz vaqt ichida o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi mumkin. Egizaklar burjida tug'ilgan insonlar asabiy insonlar bo'lib, ular biror narsani yo'qotishganda juda kuchli depressiyaga tushishadi va depressiyadan chiqib ketish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Egizaklar burji ostidagi insonlar har xil vaziyatlardan osongina chiqib ketishadi. Ular oldiga qo'yilgan maqsadlariga erishmaguncha intilishdan to'xtashmaydi. Egizaklar burjidagi insonlar juda qisqa vaqt ichida boy va badavlat bo'lib ketishlari mumkin. Ular oddiy ishlarda ishlashni o'zlariga ma'qul ko'rishmaydi. Katta direktor, ish boshqaruvchi, bank boshlig'i va o'zlarini dunyoda kamyob odam sifatida ko'rishadi. Olimlarning aytishicha, aynan egizaklar burjida tug'ilgan insonlar oldiga qo'ygan maqsadlariga tez erishishi mumkin ekan. Egizaklar burji ostidagi odamlarni hech qachon hayratlantira olmaysiz. Chunki ular uchun bu dunyoda hayratlanarli narsani o'zi yo'q. Ular juda zukko va aqlli bo'lishadi. Lekin egizaklarda ham kamchiliklar yo'q emas. Ularda ba'zida uyqusizlik kasalligi uchrab turadi. Tez tushkunlikka tushishi mumkin va tez depressiyaga tushishadi. Ularda juda ko'p qo'l va oyoq sinishi ham kuzatilgan. Yodingizdan chiqarmang, egizaklar burjida tug'ilganlar hayotda faqat o'ziga ishonadi. Agar u insonning ishonchini qozonmoqchi bo'lsangiz, ularga hech qachon xiyonat qilmang. Aks holda siz ularga bir umr keraksiz inson bo'lib qolasiz.